Svet o'chib qolganda uyingizdagi gazli kotyol, umli kotyol, qandaydir bir zarurat bo'lgan mahsulotlarni ishlatib berish uchun bizda shunday yechim bor. Bu inverter UPS 2100 watt, 3000 volt amper, 2100 watt ko'taradi. 2 akkumulyator ishlaydi, 12 dan 24. Polniy avtomatika. Siz buni ulab, siz mahsulotingizni shu reskaga sayib qo'yasiz. Xohlasa bu yerda kabelni podключенияsi unga ulaysiz. O'zi avtomatik tarzda o'chib yonib ishlayveradi. Buni eng zo'r tomoni nimada desa, bu mahsulotni normadan oshib nagruzik bo'lib ketsa, o'zi himoya qila oladi. Bu 2100 watt inverter. Bu pechkamiz 2800 watt Turesiy Kumtel fabrikaning pechkasi. Biz hozir mahsulotimizni ishga solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mahsulotimiz ishga tushdi. Kirish tok yo'q, chiqish tok bor. Sababki bizdan svet yo'q, buni hali ulaganimiz yo'q. Bu hozir akkumulyatordan olib 220 ga chiqarib beryapti. Pechkalarimiz mana yoqib qo'ydik. 3 tasi bemalol ishlayapti. 4-chi qadam bo'lsa, bu nagruzik keladi va o'zi signal beradi. Mana. Bu hozir normadan oshib olib ketgani uchun himoya qilyapti o'zini. Bu holatda biz bu narsani albatta nimani topib buzishimiz kerak. Mana biz uni bitta pechkasini o'chirib qo'ydik, spiralni. Bu mahsulotimiz mana ishga tushdi, bobaydek tegi qotib ishlayapti. Bu mahsulotimiz sizga uzoq yillar sifati kafolatlangan mahsulotlar, ko'p yillarga xizmat qiladi inshaalloh. Kimga shunday mahsulotlar kerak bo'lsa, marhamat.